kesuvchi kuch. Q degan kesuvchi kuch. Hozir bitta savol berdim, men momentni ishorasini qanday olaman? Minusdan. Kesuvchi kuchda olinmaydi. Kesuvchi kuchga ma'lum. Olinmaydi. Esilardan chiqarmaydi. Maylimi? Siz ana 854 chiqdi. 3.5 dagi. Demak, tepasi. 3.5. Ma'lummi? Ha, 854 chiqdi. 850 To'g'ri. faqat RB bor bizda, bo'ldi. Tushunarlimi? Keyingisi moment. Momentda endi momentam olinaveradi. Ya'ni nuqtaga nisbatan moment aylantiryapti, qozonimiz teskari. Minusdan moment. RB tepaga yo'naltiryapti, plyusdan. Moment minus oldi. Qozonga nisbatan. Chunki men aylantirib yuborayotganligi uchun mana hozir hosil bo'ldi. Xo'p, 0 qo'yib ishlaganimizda minusdan RB'miz 94 taqsim 15. Minusdan Momentda plus olib ketdik. Shunda R1 ko'payadi. momentda plus, kesuvchi kuchda minus. Demak, qarang. Kesuvchi kuchda RB'miz 0 metrda ham, 8 metrda ham bir xil. Tushunarlimi? 0 da ham, 8 da ham bir xil. Tushunarlimi? Keyingisi. Momentda ishlaymiz endi. 0 qo'yib ishlagan taqdirimizda minusdan 17. 8 qo'yib ishlaganimizda minus 17 plus 8 kara mana bu hisoblab ayting. 8 kere 15, 80. Qaysi? Biznikiga 8 bo'lsa, ko'paytiryapmiz. O'sha qo'shganni hisoblaydi. Qo'shganni hisoblaydi. Plus necha? 752 taqsim 15. 15 ta 12 ga Qo'shinda va qo'shib. qo'shib qo'ydik. Umumiy 497 taqsim 15. plusdanmi? Plusdan. Bo'ldi. Demak, biz misolimizni ishlab bo'ldik. Endi epirasini qurishimiz kerak. Qarang. Kesuvchi kuch birinchi uchastkada. O'la, birinchi uchastka kesuvchi kuch. Ya'ni 0 metr masofada necha olinyapti? Qaranglar, ana shu joyda mana bu ishora bo'yicha aytib o'tib ketib qolay. Moment ishorasini agar plyusini pastga qilib ishlaydigan bo'lsa, doimiy mana shu narsaga o'rganinglar. Plyusni pastga qo'yasizlar, tepaga minus. Plus minus, minus plus. Shunday qilib ishlasalar misollarni to'g'ri chiqadi doim. Eng o'zgarmas usul mana shu. Agar buni o'zgartirib ishlaydigan bo'lsalar, qiymatlarni teskari. Demak, birinchi uchastkada u 0 da 139 taqsim 15 plusda. Taxminan mana shu joy. Endi 7 metrda 559 taqsim 15, ya'ni undan yuqori. Tutashtiramiz. Kesuvchi kuch to'g'risi bo'ladi. Kesuvchi kuch to'g'risi bo'ladi doim. Bu yoqqa ishlayapmiz. Shtrixlab qo'yasiz. Endi ikkinchi uchastkani birdan chizib qo'yamiz. Ya'ni ikkinchi uchastkadagi Q 0 da ham, 8 da ham minus 94 taqsim 15. Endi bu yoqdan boshlaysiz. 0, 8. Tushunarlimi? Minus bo'lgani uchun pastga tushasiz. Taxminan mana shu. Ha? X chiziq bo'ladi. O'zgaradi.
Moment ham xuddi shunday. Demak, birinchi uchastkaga qaraymiz. Moment 0 da 0 ga teng ekan mana 0. 7 metrda Minus 443 taqsim 15. Taxminan mana bu joydan keldi. 2400 3,5 bor. 3,5dachi? 854 ya'ni mana shu holatda bo'lyapti, to'g'rimi? 854 taqsim 15. O'rtasini olish aniqroq ko'rsatar ekan. Plus Keyingisi momentimiz 0 da minus minus 17. Tepaga chiqamiz. 17. 8 da o'rtada to'rga olamiz minussiz. yo'q, aytdim-ku, faqat taralgan kuch bor uchastka olinadi o'rtasi. Bularda yo'q, o'rtasi olinmaydi. 492 taqsim. Plyusdan chiqyapti. Demak, yuz 92 taqsim 15. Mana bu plyus, bu minus. İpiga chizildi. Endi menga bitta narsani hisoblab berasizlar, bo'ldi.